Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ertalabdan jon kuydirmasang jonona qayda deganday qilib qo'ylarimizga qarab oldik. Mana bu yerda mana 5 ta qo'yimiz bor, so'liq. Hop, mana tepadan ham ko'rsataman. Mana bu yerda mana bitta qo'chqorchamiz ajratib qo'ygan. Sababi bu so'liqlarimiz bu qo'chqorchamiz suzib yuboryapti. Ya'ni bo'g'ozda. Xullas, ertalabdan mana qo'ylarimizga yemini berganmiz. Bu yerda mana qo'ylar ertalabda pamoy yeyishadi, kechki paytdan pamoy yeydi. Endi sizlar hozir mana bu oxirgi bitta baho beraverasizlar. Suv oxirgi. Mana bu yerdan suv qo'yamiz, mana bu yerdan kirlari to'planib qolsa olib tashlaymiz. Hop. Bu yerda mana biz 5 ta so'lig'imiz bor, bitta qo'chqorimiz bor hozircha. 5 ta so'lig'imiz yaqinda tug'adi. Kimga shunaqa qo'ylar kerakdigan bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Pastda buni qoldirib qo'yaman. Xudo xolasa qo'chqorchalarimiz ham bor, yangi keladi. So'liqlarimiz ham bor. Cho'tkilab, dastavkasini kelishib qolsak, dastavkaga ham qilib beraveramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, bundan keyingi videolarda xudo xolasa cho'tki videolar chiqaramiz.